Yanchar Quyon qamoqda 6-qism. O'rmonga qaytamiz. Quyon qo'lga tushganidan keyin bo'ri vijdon azobida uni qutqarish uchun harakat qilmoqda. U o'sha voqeadan beri tinim bilgani yo'q. U bitta Marl brochani chakdida harakatni bugun boshlash kerakligini tushundi. Ishni boshlash kerak. Unga sherik kerak edi. Aliyo ayiq, parkovkani oldiga o'tir kelib bir joyga boramiz. Xullas ayiq, Quyon senga ko'p pidarazliklar qilgan bo'lsa ham, bugun uni qutqarishimiz kerak. Menda reja bor. Seni tushundim. Qamoqxona boshlig'inikiga ayda. Bu uy qamoqxona nachalnikiga tegishli. U qattiq qo'riqlanadi. Ishimiz juda ham osonda. Bir joyda o'tirib oylik olish kayfmi? Bu dabbalar kim bo'ldi? Qamoqxona nachalniki ushbu kunda dam olayotgandi. U bitta juvonchani zakaz qilgan ham. Odam juda zerikda. Mahbuslarimga yana qanaqa og'irlik qilsam ekan, a? Dam olishda ham kim bezovta qiladi meni, ya? Eshikdan sekin mo'ralagan ekan, bo'ri va ayiq maskada kutib turishibdi. Xo'sh, sizlar kim bo'lsanglar ham, qayerdan bo'lsanglar ham bugun men dam olyapman, bezovta qilmanglar. Siz dam olayotgan bo'lsangiz, biz ishlayapmiz, nachalnik. Bagajga tushasizmi yoki yordamlashaylikmi? Hech qachon bagajga tushmayman. Mahbuslarga yordam berganingizdek yordam berayman. Ular nachalnikni o'rmonning o'rtasiga olib kelishdi. Xo'sh boshliq, endi ishtoningizga yeching-da, rakkum turing. O'zinglarda ketmadinglarmi? Hech qachon bunday qilmayman. Tezroq qiling, ikkinchi marta qaytarmayman. Nachalnik ularni aytganidek qilib, ishtonini yechib rakkum turibdi. Bo'ri uni orqasiga fanar tutib nimadirlab pichirladi. Bo'ldi nachalnik, o'rningizdan turib, ishtoningizni kiying. Endi mana bu telefonni oling-da, 72-kameradagi mahbusni ozod qilishlarini so'rang. Aliyo, 72-xonadagi Quyonni ozod qilinglar. Ha, Quyonni. Nimaga boshliq? Buyruqni eshiting, bajar, tamom. Do'stinglar ozod deb hisoblaveringlar. Yaxshi ish bo'ldi. Ular boshliqni uyga olib borayotgan ekan, boshliqda savol tug'ilibdi. Nimaga meni ishtonimni yechib tomosha ko'rsatdinglar? Shundoq ham telefon qilib berardim-ku. Bu ishga rakkum turganingizga aloqasi yo'q. Men ayiq bilan garov o'ynavdim. Nachalnikni kotini ko'rsataman deb.